Odamlardan insof ham qolmayapti. Pulini bersa, tekshirmasdan turib hamma narsani reklama qilib tashlashayapti. Akalar qaranglar, galovkani hamnaqa joyi qora bo'lsa, original bo'ladi deyishgan. Lekin bu mana Xitoy galovka akalar. Qarang, qora bunaqa boltlar bilan qotirilgan, qo'shimcha detallari ham bor bunaqa. To'g'ri, Xitoy galovkalarining bir xillarining ichi oq bo'ladi, mikrosxemalari yashil bo'ladi. Lekin Xitoyga borib rangini qizil qilib bersangiz, qizil qilaveradi kerak bo'lsa mana qaranglar akalar, qora bu Xitoy lekin mana ichidan qo'shimcha detal ham chiqqan. Hop, original galovkaga keladigan bo'lsa, mana rangi to'g'ri qora bo'ladi, lekin o'ziga yarasha ajratib oladigan detallari bor mana. Plombalar bilan qotirilgan bo'ladi. Qo'shimcha detallari yo'q, hamma joyi full variantda to'liq mikrosxemalar bilan qoplangan. Akalar, original bilan kopiya galovkani ajrata olmayotgan bo'lsanglar, mana bizga olib kelinglar. Bizni Chargers do'konga olib kelinglar. Original galovkami, kopiya galovkami buni bilib beramiz. Даже vaqt kelsa, original galovkalarni apparatlar ham ajrata olmaydi. Kopiya galovkalarni ham ichida IC mikrosxemalari bo'ladi. Original deb ko'rsatib beraveradi. Bu videoni barcha iPhone ishlatadigan do'stlarga jo'natib qo'yinglar.